Assalomu alaykum. Beruni beton qo'yish xizmati. Beruni OP Qanşartaldamiz. Yusuf akaning uyindamiz. Yusuf aka. İş jarayonini tushirib berajaqman. Mana chegam bilan tekislab yine akşam 85 kvadrat qo'ydik. Mana bunday o'yli balandlari bor. Quyib bo'lganimizdan keyin men aytaman, mana 20 sm, 30 sm qalinlikda bir yerlarni chega tashlayotir. Chegam bilan turlayotirmiz o'yli balandini. Akşam kuygan yerimizni ko'rsataman hozir. Mana yerda stoyashka bor, bu yerdan quyilib ketaveradi. Mana akşam kuygan yerimiz 85 kvadrat, 60 xalta sement ketdi bu yerga. Birda kalar ustum olma. Altmış xalta sement ketgani 450 markadan 12 xaltadan qo'shib turibmiz sementni. Bizlarning mana karmeximiz, mishalkamiz 1.8lik. Şuğa 12 xaltadan qo'shib turibmiz. Agar 550 marka bo'lsa 10 xaltadan qo'shsang ham bo'ladi. Bunday o'yli balandlarda buni har qanday o'yli baland 20 sm bo'lsa da 30 sm bo'lsa da chegam bilan to'g'irlash kerak. 5 yil chega ketdi. Shu o'rnashin o'yli balandlarning to'g'irlig'i. Ularga kelishilgan narxda pul olamiz. Stoyashkaning kvadratini 40 ming so'mdan qo'yamiz-ku. Ondan adilni bo'ladi, unday o'yli baland bo'lsa. Hamma yerda tibinda kelishilgan narxda miniyatimizga qarab pul olamiz. Bizlarga to'g'ib burgan mana KAMAZ ham keldi. Bu da kelishilgan narxlarda shibellarni to'g'ib beraveradi. Bizlarga stoyashka quydirmay tog'illarga da to'g'ib beraveradi. Mana Nurjon degan bola ata. Nurjon aka mana KAMAZ'a to'ldirib olib keladi. Bizlarga shu to'ksa birda 100 kvadratga yetaveradi. 10 sm qalinlikda quysoq. Budkamin ham to'gaveradi. Mana nomer yozilib turgan ekan bu yerda. Men unday montajlovni netuvdi bilavermayman obunachilar. Videoga tushiraman, to'g'ri chiqaraman. Mana to'kvatar. Bu videoga tushirib o'tirganim arzon kelishtirib to'g'ib beraman dedi. Buning uchun videoga tushirib chiqarib o'tirman obunachilar. Arzon kelishtirib to'g'ib beraman dedi. Buna to'kgani. Qaratog'ning balasi, Qaratog'ning shibini.